Oqtoshsoyda bolalar bilan dam olishimizning ikkinchi kuni nimalar bilan band bo'ldik. Biz 2 kunga dam olishga ketgandik. Birinchi videoni Reelsga kirib ko'rib olishinglar mumkin. Ertalab turishimiz bilan zavtrakka chiqdik. Toza havodan maza qilib nafas olib, bag'rlarimizni to'ldirib zavtrak qilib oldik. Zavtrakka juda ham dobro'y berishar ekan. Dasturxonda ko'rib turganinglardek hamma narsa bor. Kashalarni maza qilib yeb oldik, zavtraklarimizni qilib oldik va toza havoga aylanishga chiqdik. Joyimiz bilan maza qilib arg'imchoq uchdik. Ikkita bolam bilan bog' tomon yo'l oldik. Bog'ini o'zingizlar ko'rib turibsizlar, qanaqangi chiroyli. Hamma joy shunaqa suvli. Bolalar cho'milamiz deb qolishdi. Shundoqqina Tuzli g'orini oldida basseyn bor ekan. Ular cho'milguncha men maza qilib Tuzli g'ordan bahra oldim. Juda ham bag'rim nafas kasalliklari bilan chalingan bemorlarimizga juda ham Tuzli g'ori katta foydasi bor. Toza havo, ayniqsa tanga juda ham zo'r. Xonalar obzoriga keladigan bo'lsak, 1 kishilikdan boshlab 8 kishilik lyukslarigacha bor. Xosligi juda ham oddiy xonasini ko'rsatdi. Undan tashqari bilyard, sauna va qishki basseyni ham mavjud. Qishki basseynni sizlarga iliq holatda taqdim etishadi. Agar bu yerdan ovqatlanmaymiz, ko'pchilik bo'lamiz desanglar, o'zingizlar ham bemalol tapchalardan foydalanib, ovqatlarni bemalol pishirishinglarga hamma imkoniyatlar mavjud. Tapcha narxi 700 mingdan 1,5 milliongacha hisoblanar ekan. Ichiga yozgi basseyn bilan xohlagan yozgi basseyninglar va Tuzli g'or har kun har xil menyu asosida sizlarga obed berishadi. Bugun esa bizga baqlajonli salat, mambar, mevalar berishdi. Kompotni ham ayamasdan tez-tez olib berish. Umuman qo'yishmas ekan. Ayollar kollektivini ham bemalol qo'yishar ekan. Ichkiliklar umuman yo'q. Erkaklar kollektivini ham qo'yishmas ekan. Og'aynilar ichkilikka umuman ruxsat berishmaydi. Har bir xonada joy namozlar bor. Halol, pokiza joy, bemalol namoz o'qishinglarga ham hamma sharoitlar bor. Rosa mevalar bilan mehmon qilishdi.